Hozir ikki ko'ngilsiz holatning tafsilotlariga qisman ochiqlaymiz. Sirdaryodagi mas'uliyati cheklangan jamiyatlardan birida paxta tozalashni, ya'ni tolalarni presslash sexida baxtsiz hodisa sodir bo'ladi. Ya'ni xodim dastgoh va uskunalarning ichidagi chiqindilarni paxta qoldiqlaridan tozalamoqchi bo'lgan vaqtida dastgohning harakatlanuvchi mexanizmlari uning kaft va barmoqlarini kesib tashlaydi. Oqibatda xodimning o'ng qo'li yaroqsiz holatga kelib qoladi. Yana bir holatda esa Guliston shahridagi umumta'lim maktabining 3 nafar o'quvchisi o'zaro janjallashishi oqibatida ulardan biri boshidan qattiq zarba oladi. Ushbu ikki holat bo'yicha ma'naviy va moddiy zararni qoplash maqsadida jabrlanuvchi xodim va o'quvchining ota-onasi fuqarolik sudiga murojaat qilishga majbur bo'lishdi. Xo'sh, da'volar qanoatlantirildimi? Muxbirimiz Mahfurat Xudoyberdiyeva sud majlislarida ishtirok etib, sudning yakuniy qarorlari bilan tanishdi. Falokat oyoq ostida bo'lishini kutilmagan baxtsiz hodisalar yuzaga kelgandagina tushunib yetamiz. Lekin mas'uliyati cheklangan jamiyatda sodir bo'lgan hodisa o'tkazilgan tekshiruvlar xulosasida xodimning ehtiyotsizligi oqibatida sodir bo'lganligini ko'rsatdi. Lekin ish beruvchining ham javobgarligi sudga taqdim etilgan tibbiy huquqiy hujjatlarda aks etgan edi. Shu sababli ish beruvchiga nisbatan mehnat vazifalari bilan bog'liq holda yetkazilgan ma'naviy zararni undirish haqidagi da'vo bilan sudga murojaat qilgan xodimning arizasi atroflicha muhokama qilindi va dalolatnoma endi bir shakl rasmiylashtirilganligi, mazkur dalolatnomada MCHning xodimning sog'lig'iga yetkazilgan zararda uning aybi borligi isbotlanganligi, da'vogar oilada yolg'iz boquvchiligi, uning 3 nafar farzandi borligi, shuningdek tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasi tomonidan mazkur baxtsiz hodisa tufayli uning ikkinchi guruh nogironligi bo'lib qolganligi hamda 60% ga mehnat qilish qobiliyatini yo'qotganligini e'tiborga olib, sud da'vogarning da'vosini qisman qanoatlantirib, javobgar MCHdan da'vogar foydasiga 50 million so'm ma'naviy zarar undirish haqida xulosa qiladi. O'smir yoshdagi 2 nafar o'quvchi o'zlaridan kichik sinfda tahsil olayotgan o'quvchini arzimagan janjal sabab do'pposlaydi. Oqibatda kaltak yegan o'quvchining bosh qismiga tan jarohati yetkaziladi. O'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilishiga qaramay jabrlangan bola asoratlar bilan kurasha boshlaydi. Bu esa uning ota-onasiga ham ma'naviy, moddiy zarar yetkazadi. Ekspertiza xulosasi bilan 8-sinf o'quvchisi bo'lgan o'g'liga o'rtacha tan jarohati yetkazilganligi aniqlanganligi. Bundan tashqari farzandi betob bo'lganligi sababli turli kasalxonalarda davolatganligi, qo'shimcha dori-darmonlar uchun xarajat qilganligi. Bundan tashqari esa asosiy ish joyidan mehnat ta'tiliga chiqmasdan ishsizlik nafaqasiga chiqishga majbur bo'lganligi. Bu bilan esa har oylik daromadidan mahrum bo'lganligi. Bundan tashqari turmush o'rtog'i bilan birgalikda o'g'li uchun juda ko'p iztirobda bo'lganligi, buni oqibatida o'g'li maktabga bora olmay qolganligi sababli 26 million so'm moddiy hamda 1 milliard so'm ma'naviy zarar undirishni so'ragan. Da'vogarning da'vosi qisman qanoatlantirilib, javobgarlar, ya'ni 2 nafar 11-sinf o'quvchilarning ota-onalaridan solidar tartibda da'vogarning foydasiga 26 million so'm moddiy zarar, 50 million so'm ma'naviy zarar undirish belgilandi. Shu tariqa jabrlanuvchilarga yetkazilgan zarar pul qiymatida to'lab beriladigan bo'ldi, lekin ularning sog'ligi har qanday moddiylikdan-da qimmat ekanligini unutmaslik kerak aslida. Bu kun Mahfurat Xudoyberdiyeva, O'tkir Boymatov, Sirdaryo.